Assalomu alaykum aziz obunachilar, yurtdoshlar, qadrdonlar. Sizlar bilan men Jamshid Bakayev. Finalimiz уже aniq. Videoni boshidan oxirigacha ko'rib, to'liq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bilet olganlarning barchasiga omad tilayman. Bilet olmoqchi bo'lganlar, mana ekranlarimizda yozib qoldirgan telefon raqamlarimizni tezda saqlanib qilamiz. Salon bilet bormi deb yozsangiz, biletlarimiz bor. Avtomatik tarzda sizga karta raqamlar tashlab beriladi. Uzcard, Humo karta, Visa, Mastercard, Tinkoff, Alfa Bank barcha kartalar. 500 rubl, rublda bilet narxi, so'mda 70 ming so'm. 7 ta bosh priz qo'yilgan. 350 dona общий prizimiz. Prizlarimizga keladigan bo'lsak, bosh prizimiz bu 2 million rubl aziz obunachilar, 2 million rubl. Undan tashqari 2 dona qop-qora setda Onyx avtomashlari qo'yilgan. Kimda kim yutib olsa ham maza qilib minadi aziz obunachilar. Va undan tashqari 4 dona Cobalt avtomashinalarimiz qo'yilgan. Ikkitasi qora, ikkitasi oq. Qaysi biri yo'qsa o'sha avtomobilni siz olib ketasiz aziz obunachilar. Avtomashina yutib oldingizmi? O'zbekistondan bo'lsangiz, to'y tantana qilib shaxsan o'zim olib borib topshiraman aziz obunachilar. Siz Qozog'iston, yo Afg'oniston, yo Tojikiston, yo Turkmaniston, Yevropa uzoq oblastlardan bo'lsangiz ham, yo Rossiyaning uzoq oblastlaridan bo'lsangiz ham pulni kartangizga yo pasportingizga dollar qilib chiqarib yuboramiz. Puli qanchadan deb ko'pchilik qiziqyapti aziz obunachilar. Cobalt avtomashinlarimiz keladigan bo'lsak, 4 dona Cobaltimiz uchun har biriga 1 million 200 ming rubldan xohlang pulini, xohlang avtomashinani olishingiz mumkin. Onyx avtomashinalarimiz keladigan bo'lsak, qop-qora tsvetda aziz obunachilar, ularni har biriga 1 million 300 ming rubldan xohlang pulini, xohlang avtomashinani oling aziz obunachilar. Siz qaysi davlatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar albatta o'yinimizda ishtirok etishingiz mumkin. Sababi xohlasangiz puli, xohlasangiz avtomashina olib ketishingiz mumkin. Biletlarimiz oz qolmoqda. Tez kunda уже finalimiz aziz obunachilar. 2 ta 3 ta bilet olgan bo'lsangiz, o'shani 5 ta qilib bonusini bizning nomimizda 6-sini bonus sifatida qabul qilib olasiz. Agar siz 6 ta 7 ta olgan bo'lsangiz, agar o'shani 10 ta qiling, 3 ta bonusiga bo'ladi. 20 ta olganga 8 ta qo'shib beriladi aziz obunachilar. Tezda bunday imkoniyat qo'ldan boy bermaymiz. Biletni olamiz, o'z omadimizni sinab ko'ramiz. Bilet narxiga 500 rubl, o'zbek so'mida 70 ming so'm aziz obunachilar. 350 dona priz sizlarni kutmoqda. 500 rubl evaziga, ya'ni 70 ming so'm evaziga aziz obunachilar, bir dona bilet olib bo'lsa ham o'z omadingizni sinab ko'rsangiz bo'laveradi. O'yinimiz majburiy emas. O'ynashdan oldin yutishga ham, yutqazishga ham rozi bo'lib bilet olamiz. Oilaviy budjetga zarar yetkazmagan holda aziz obunachilar. O'yinimizga 7 ta bosh sovrin qo'yilgan. 6 ta avtomobil, 2 ta Cobalt, oqidan 2 ta qora Cobaltdan va 2 ta Onyx avtomashinasidan va bosh prizimiz 2 million rubl. Qani endi ketdik aziz obunachilar, avtomashinalaringizni video obzor bilan tomosha qilishga.